kampir tushmagur, payg'ambarimizni tanimasdan. Yaxshi odam ekansan. Go'zal odam ekansan. Odobli odam ekansan. Bir nasihatim bor dedi. Nima nasihat dedilar? Desalar, Makkada Muhammad degan jodugar chiqdi, o'shandan ehtiyot bo'lgin dedi. Hazrati Janob bu gapni eshitib, haligi kampirga, "Mabodo Muhammad degani men bo'lsam-chi?" dedilar. Ro'parasida turgan qiyofa, u yuz, u chehra, u fayz, u kishining odoblari haligi kampir lol qoldi. Siz bo'lsangizmi o'sha Muhammad degan? Men ham unga ishonardim, iymon keltirardim. O'sha Muhammad degani menman dedilar. Ashhadu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh deb iymon keltirgan ekan. Hazrati payg'ambarimiz Rasulullohni ko'chada ko'rgan odam iymonga kelib